xo'sh, o'zinglar qayerdan kelishinglar? Biz birinchi og'iz quloqdan tortdik. Bizim falan sahnimizga qanday isim numaralarni aytib keldinglar? Biz endi shu birlikda uchimiz bir maharat mudirchilik sunni qo'llanib. Voy, barakallah. Maharat chiqarib kelamsan. Unda qilsa bugun falan sahnimiz yana bir qiziydigan o'xshaydi. Unda qilsa sizlarga qutuq omad tilayman. Naydi tamkinlik bilan o'zinglarni so'lib, erkin ozodlik bilan vujudingizda barliq atishchiliklarni to'liq namoyon qilishinglarga chin dilimdan tilakdoshman. Omad qutuq sizlarga yer bo'lsin. Sizlarga qutuq tilayman. Gittanı bunda çağırını göreceğim mi?
maharatini namoyon qilib bo'ldi. Ya'ni bizning aziz baholovchi ustozlarimiz bularniki mahoratga qarata qanday taklif fikrlarni berdi ekan. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Va alaykum Aziz assalom. tomoshabinlar, hammalarga bizdan o'tliq salom. Rahmat. Meni ismim Mahmudjon. Biz 1-avgust palatimiz rayonida keldik. Nijat, Mavo, Abdullah biz hammamiz birga musiqa chalamiz. Rahmat. Dastlab siz gitarani chalgan vaqtda kichik shamol uruvchidan chaldinglar sen, ha? Yaxshi bo'pti. Men taxmin shu bir oyning oldida iliq bir chet elliklarning o'sha chog'ini ko'rgancho. Siz balkim ilhom olib, shundan keyin o'rganib, chog'inday tursa balkim pek uzun vaqt o'tmadi deb ma'lum o'rgangilar. Qanchalik vaqt bo'ldi? Ha, ishim bo'lmaydi deb. Ha, o o'zing yolg'iz chalgan vaqtingda gitaraningki ya parcha qamdib qo'ydim, ikki edi, ketib qolding, ha? Amsal ro'da qolib degan. Lekin shunlar nəhayət maslashib, chiroyli chapadilar. Uning ustiga sen ko'tarib turib, gitarani chapading. Mushun o'zi bir talant, bizga mushlar narsa kerak. Bo'ladi, men sizga bir bilet tashildim. Men sizlarga bir bilet tashildim. Nəhayət yaxşı. Biz ikki adamniki bir gitarni chag'ini ko'rgan. Chet elniki televiziya ko'rinishlarida. Nəhayət yaxşı. Sizlarniki 3 adam birlashib chaldinglar. Ondan keyin 3 yilinglar shu bir gitarniki ixtiyordan foydalanib shu sozniki alayligini chiqardinglar. Bu o'ng'ay emas. Bir oyning ichida mushunchalik mashq qilgan bo'lsanglar, xili mashq qilibsizlar. Ama şunun özü bir talant, nəhayət yaxşı. Namuslarga bir bilet tashildim. Bizden talant sahnimizga sizlarning oldinglardan bir necha gitarchilar kirdi, to'liq chiroq yeyishganlar bor. Sizlarning ularga o'xshamaydigan bir xil xoslik var ki ayrimchi. Uchinglar birlikda bir gitar chaldinglar, maslashdinglar. Ana keyinda daha üstü ko'tarib chalganni men ko'rib boqmagan. O'zing qildingmi buni? Sizlar ani qilgandan keyin keyindan esim kelib, Ha, bo'ldi, o'zingni ijod etgan bu bir o'zing yaratgan bir shakl. O'zing yaratgan bir shakl, shundaqmi? Ben yaxshi o'tdi. Bugungi bu numranglar bizga talant sahnimizga bakmi uyg'un keldigan hunar, talant, qobiliyat ko'rsatadigan bir nimalarni chiqardinglar. Lekin raqobatchilarni bak kuchli ketib qo'yay. Cho'qim texmi murakkab bo'lgan bu hayron qoldigan shundaq narsa izninglar bu daqiqadan qatnashqicha xeyr vaqt bor. Men sizlarga bir bilet tashildim, muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Barakallah, muborak bo'lsin. Bu gitarni to'liq tutishim bo'ldi ekan, ha? Xo'sh, baliq sözlerimizin bağlarını aldыңlar, zala hoş buldunlar. ben hoş olsun. Bak sen gözlendirdinler. Sizlerge Süleyman. Yani bizimki keyinki basqışımızda takımı nadir numaralar bilen yuqur numara erişkenler var mı yok mu? Erişkenler var mı? Ben sizlerle saklayayım. Oldu, hayır olsun. Assalamu alaikum. Salam olsun geldiniz. Hoş. Özümüz Taşık. Ne yaptınız geldim? bizden talant sahnesiga kelganingizda intayini qarshi olamiz. O'zimizni erkin azodi qo'yib o'tib, tamkinlik bilan barliq mahoratlarimizni bizning barliq ustozlarimiz va bizning tomoshabinlarimizga so'rashimiz uchun chindan tilakdoshman. Omad ustoqsiga yer bo'lsin, sizga tilayman. This is how we roll. I'll house you. We're going back to the old school. I'll house you. We're going back to the old school.
yolladınız bulanda? We're going back to the old school. I'll house you. We're going back to the old school. I'll house you. I'll house you. Check your body. Qattiq bosqamdagi mana bizning bu azimatlarimiz bu talon sahnasini yana bir avjiga chiqaradi. Buni ustilaymiz. I'll house you. We're going back to the old school. Dada, gayret qil, cho'qim et. Balıkçı ustazlarımız bu yigitimizga qanday bağlarını birdi. Diqqatinglar balıkçı ustazlari bo'lsin. Programmamızda yüz terisilikka dağ sepkin, dağını qo'raq, qo'riq ham sezgurlik qatorliq har xil teri masalalarini hal qilib, xalqimizga sog'lom go'zallik ato qilayotgan xalqaroliq o'lchamda ishlangan oltin go'har dengiz jonliqlari yurish kirimlari alohida qo'llagan. Bu programmani samimiy xalqaro savdo cheklik shirkati Biyatda erkaklar quvvat ichimligi alohida talab qildi. Salqin yazda Abida Soda Suyu'dan yana bir quta. Parlaq nishon uzilmas arzu armonlaringizga hamroh Abida Soda Suyu'dan yana bir quta. Abida Soda Suyu'dan yana bir quta faoliyati boshlandi. Ostingizda mukofot chiqish turibdi bor. Abida Soda Suyu'dan yana bir quta. Tabassumdagi yana bir cho'lpon tabassum yuqori besimli to'xtatini qanday tomoq pishirmoqchi yoki dimlamoqchi bo'lsangiz shuningga mos knopkani besib qo'ysangiz bo'ladi. Har xil qo'rma va tomoqlarni pishira olasiz. Sho'rpa va qo'rda qila olasiz. Oz avarchilik bilan yaxshi taomlarni pishira olasiz. Nimalar atmang shunday ta'mli, quvvatli. Oshxonangizga xushonlik va qulaylik kelib keladi. Chehrangizga tabassum elib keladigan tabassum yuqori besimli to'xtatini. Buvaqlarimiz kunda sabiylar buvaqlar quvvat bo'lmoqlari bilan oziqlanadi. Analarning buvaqlarni sabiylar buvaqlar quvvat bo'lmoqi bilan beqish odat bo'lib qoldi. Buvaqlar uchun atrofliq oziqlanadigan sabiylar buvaqlar quvvat bo'lmoqi. Xalqimizning choy ichish odatiga eng bop keladigan choy, ya'ni al-xumar qora-choy. Oshxonamizda al-xumar qora choylar demlangandan keyin xaridorlar texnik rozi bo'lib, choyning ta'mini maqtab ketishdi. Uni mo tetidoq, buni mo tetidoq. Yanlar o'zimiz ishlagan mushu qora choyga yetmaydi ekan emasmi? Al-xumar. Bugungi kunda Jirat Mag'rib formuzorliqlardan keltirilgan formula zamonaviy zavodlarda xususiyatini yo'qotmay, nehmat formu quvvat ichimligi bo'lib ishlandi. Shubhidan va sun'iylikdan xoliligi bilan dasturxonning to'ridan o'rin oldi. Nehmat formu quvvat ichimligi. Yuqori sifatli huzur kiyim-kechaklar yigitlik qomatingizni voyaga yetkazib. To'yliq yurishlik kiyim-kechaklar bilan texnik salobat topdi. Muvaffaqiyat sizdan aylansin. Libosingiz to'yliq bo'lsin. To'yliq kiyim-kechaklari. Nimaga kulyapti? Inson to'xtab energiyani to'qmoqni yo'q emasmi? Bir xil yemlar var. Bu Malaysiya Soma vitamin C quvvat ichimligi. Somada bir xil tam bor. U dam siz yoqtiradigan tam. Somada bir xil kuch bor. O quvvat kuchi, jalbkorlik kuchi. Somani biz shunchalik maqtaylik. Tag'inini ichganlarni olma. Soma vitamin C quvvat ichimligi. Qor laylisi manbasini ozuqlik qilgan, terini go'zallashtiradigan va yoshartiradigan a'lo sifatli yuz chotligi Pari. Yazilidan Beijing Biopantexnik cheklik shirkati Xinjiang talant sahifasi programmasini alohida talab qildi. Diyorimizda o'z oldiga ajoyib Aqu markasidagi yuvish buyumlarini ishlab chiqarayotgan korxona Xinjiang
Şinjan Aydil Yuyish buyumları zavodi Şinjan Talant sahnasi programmasini alohida talab qildi. Birinchi darajalik mukofotga erishguvchini Xotan qadimiy Chinor yuridik fan texnik shirkati 200 ming yuan qimmatidagi mashina bilan ta'minlaydi. Ikkinchi darajalik mukofotga erishguvchini Şinjan Xotan Kalkar yemak ichmak zavodi 150 ming yuan qimmatidagi mashina bilan ta'minlaydi. Uchinchi darajalik mukofotga erishguvchini Şinjan Sabila kasbiy taraqqiyot shirkati 100 ming yuan qimmatidagi mashina bilan ta'minlaydi. Altın Göher dengiz canlıları yürüyüşlüklerin buyumları mahirlarga omad tilaydi. Aşu bilekli bir körpaksak bola mı? Bo'ldi. Zaxmlandimi? Qo'lim ozroq qonabdi. Ha, qo'lim qonabdi. Ozroq. Endi oshinchalar toshini chaqqandan keyin mushlar urgan vaqtda qo'lim zaxmlanib ketdi. Hali ishtirib kelmay. Taşım yürürken de yokan diken. Kaçtan da yokan varsa yaxşı oldu. NATO'nu işleşkende mi? Tümüş boğuca sefer. Hazır nemi kesip bilemez kan? Hazır şu. Anmış çeyrekmiş dağlarla. Ama çıkış şu kaçtan alınıp bak. Altara bak. Kıyalda oynayıp koyun. Asli sen bir şehir zavutun bana kursan oldu ki. İstahatım ketmeydi ki şu. Hem de bu taşçı kış mağartını burunmu biz köygen. Lekin mağanadı mı hastık var ki ben karsam şu. Onun üstüge ma o ceynekte, andama bilekte çıkıştan o zaman asan emez. Taştım hemen çıkıp bakkan. Ya boğazmadınız var ya. Yapmakta bir ürter. Ya, çakmasın. Bir sınıf koyalım. Ya, çakma. Ya. Hop. Sen kılalarken onu. Hatta. Ben bunda Ya, bu da o demeyse, o yağan o. Ayağıt yağan ama gumpun ocu. Ang Nepizi bahçede. Marmaz gelsin hesap aday. Ha töpük koyup. Ya ben petrek çık bırak. Ha töpük koyup aday töpük koyup. Bana nefesi çakar. Ha töpük ya anoda. Çoğun taşta. Marma. Çoğun taşta. Bak şişki koyma hemen. O da. arlık koyuyordu ki ata. O abi kilometre ama çiğim yok kapık vardı bende. Bunu bir kez bana boşarak yakınlar ha. Bu özüme nasıl bir yaxşı maharetkin gibi kendi kesin çok. Hoş. Bu taşık asan iş emas. Hali yuqur maharet bilan hali chiniqqanda uningki ma'oqshi tashaqin oldu. Bu ben sizga bir bilet taşıdım. Sizonki talantınız namimiz ko'rdik. Artıq gap qilishdan o'rin yo'q. Men sizga bir bilet tashildim. Ben bir bilet taşıdım. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Hoş bulduk. Bu halde koşup geçtiniz abi. Barakallah. Qara qo'ldiramiz. Vay. Azroq chaqma bo'lsa. Ha, bo'pti. Lekin mashhur qilsak o'zimizning singlimni asirmasa qolmaydi. Ham bizga omonatchimi? To'g'ri. Avaylimiz qolmaydi. Sizdagi takım yaxshi kirishib, bizning keyingi o'tganlarda yaxshi natijalar o'tishingiz uchun dilimdan tilakdoshman. Ko'p omad yor bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalom. Hoy ya. Bunda bo'lsa sizningki bizning talant sahnamizda o'zingizni nihoyat erkin azodi qo'yib o'tib, tamkinlik bilan bu naqshini to'liq voyaga yetkazib o'rindishingizga chin dilimdan tilakdoshman. To'q omad sizga yor bo'lsin.
söz ibarelerim naydı toluq, yaxshi chiqadi-da.我们在看，在屏幕上出现的是您的什么亲戚吗？还是我的女儿？是您女儿？哎呦，太好了！唱一首这么有名的歌曲，您对您女儿有什么心里话要说呢？从小她就喜欢，是吗？啊，谢谢你们给她这次机会，希望她应该让她成功，我们为她高兴。谢谢。Assalamualaikum, hörmət ustazlar, xeyrindaşlar, yaxşımısınızlar? Bugün kəgəni, mən kəgəni sən çıxardım, təxim xoş bulub qaldım. Mən Aksu, Avaqtın kəgən Xanzu, ismin Xılpinga, Uyghur ismi Aygül. Aygül, bulup mu kelgen kiyimleriniz?
shunchalik chiroyli qopti. Ovozingizni nayt yo'riq o'chibken. Bo'libmi? Sizning bu Uyg'ur tili talaffuzingiz bak aniq ravankincho. Nayt afsus, naqshini asosan udarning teshida aytib chiqsangiz. Bunidagi mushayatga diqqat qilsangiz, qolganimda boshqa ustozlar nima deydiki? Rost hozir degandek, naqshidagi til talaffuzingiz bak chiroyli, bak yaxshi. Aniq. Har bir so'zning shunaq aniq uqdi. Ovozingiz bak yaxshi, ovozingiz bak chiroyli ekan. Bir necha yerda udardan chiqib qoldingiz. Xo'sh, dening. Bu naqshni biz bak ko'p anglagancha G'iyosdin Baratkamning Xona Mehri degan naqshisi o'zingizning talantini mana shu naqsh orqali namoyon qildingiz. Chiroyli, mo'ngluq, mangu o'lmas bir naqshni aytib chiqdingiz. Men shunlashqa sizga dastlabda bir nomor tashlayman. Bu naqshini bizningki bulbulimiz, festivalimiz, Tasya qizlarimiz aytib, entayin bir huzur bergan naqsha. Siz abay degandek haqiqatan Uyg'urcha so'zingiz shunda aniq chiqdi. Bu naqshida so'z aniq bo'lmasa odamga tepmaydi. Anamizni kuylab, anamizning yanida turayotgandek shundoq bir his qildik. Sizningki Tasya qizlarninki bir xil bir puraqlari bor. Yuqorida ko'targanda puraqlarni olgan chog'da noyat to'liq bir olgan bir yerlari bordi. Asiyaga shunchalik inchikka diqqat qilib, shiyalarning turqini xili chiqiribsiz. O'qish bitirdigan vaqtida Tasya qizlar menga uytib, mushtaqsini men aytib chiqqan. Shuningga menga intayin yaqinlik anglandi. Men sizga bir bilet tashladim. Bayanmo depete ketgandek ovozingizning yo'riq, nihoyatda yaqinlik chiqqan. Afsus, siz 4-5 yilda udarning sirtida o'qidingiz. Anda bo'lgandan keyin men o'zimizning talant sahnasining prinsipi bo'yicha kechirsiz men sizga bilet tashladim. Rahmat. Bu naqshni kimdan ishlaganligini bilamsiz? Ikisi ishlaganning shu Mehrmonjon Rozi. Musli ishlagan shu G'iyosdin Barat. Rahmat. İcadiyatçılardan tatbik edipsiz. Ben de hoş oldum. Ben siz bir bilet taşıdım. Mübarek olsun. 非常感谢所有在座评委老师们。Tırpıtım abraslı diyelim meyizler avramayızlandı. Tırpıtım abraslı vakta bir Uygur akam bana ham bergen şumyada. Rahmet, köp rahmet. Rahmet, selametlikiniz asram. Mübarek olsun, mübarek olsun. Tıklayman. Tuş bilen geliştiniz. İkinci etkelge öteldiniz. Mübarek olsun. Azıcık hissiyatınızı anlatmaksa bulamdı. 我也非常紧张，也非常激动。这个栏目给了我这样一个平台，也展现了我对维吾尔族的一种热爱和思念。 Altın Göher Deniz Canlıkları yürüyüşlüklerin buyumları Mahirlağa Ahmet Tüleydi. Assalamu alaikum. Salamat olsun geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bizim talan şehrimizde kandak isim numaralar geldiniz. Ben talan sahnesiga şu güzel Kaşgar, güzel Şinjan'ı medeylep ravab koşaktın bir medet geldi. Vay barikallah, mana talan şehrimizde mi ravab koşak mahirleri yetip geldi. Bunda olsa sizge tutup Ahmet Tileymen, özümüz hatınbaş öz artısılığı tuluq cari kılışman çendelim teleşleşmen. Ahmet yer bolsun. Assalomu alaykum, hurmatli barcha ustozlar. Assalomu alaykum. Naq maydondagi barcha tomoshabinlar, qanday bir chiziq bilan salomat turishdimi? Chiziqman. Öldürüm çıkma. Chiziq. Chiziq. Balık çıkma. Chiziq. Men shu Abdumurayimiz qurilganligining qatnashchilarini qizg'in tabriklab, güzel Kaşgar, güzel Şinjan'ın taraqqiyotini madilab, ravab qo'shoqdan ariya elib keldim. Ustozlarimniki taklif fikr berishini chin qalbimdan umid qilaman.
Aziz davlat Kaşgar'ın farasatlik halkımız Barça millet kıyırındaş hukukta farkımız Misli cennet şehri bu vilayetin merkezi Aşka disen amini yüleğir hatta yeryüzü Aşka disen amini yüleğir hatta yeryüzü Zor başkan joy eydi ötmüşteki kokuzak Namratlıkta tendasız halkı işten aç kozak Hazreti bir şehir oynaya kendi azade Şehirli sen verip gör maşini da piyade Şehirli sen verip gör ya ki atlık piyade Yürüyüşede armaya halik bilen bekliyor Kılda bastan kulğudek uyup haştek tipar Aşkının bir zinniyeti Feyziye battın bu giyimi Aşkının bir zinniyeti Feyziye battın bu giyimi Meşhur çıktı dünyada Onun tatlı koğunu Meşhur çıktı dünyada Onun tatlı koğunu Nami meşhur yekenin Altı yaşamın biridir Nami meşhur yekenin Altı yaşamın biridir Badam bilen etleyse Hemme yutun biridir Badam bilen etleyse Hemme yutun biridir Güzel duman diyarı Nakşa olsun nakane Su oynar çünkü içik Kolları da piyalı Sana almayı bu mekitlik Kim ki usul bilmeyse Sana almayı bu mekitlik Kim ki usul bilmeyse İşte peşrefte Elbilen tankılmeyse İşte peşrefte Elbilen tankılmeyse Yürü sada davazda Müne tu şerige Cevlan kılıp Osman'da Saldı yerliler zide Cevlan kılıp Osman'da Saldı yerliler zide Şu nazuk makaret Ornav elin kalbige Şu nazuk makaret Ornav elin kalbige Çonkur salam yolluydu Kayser Uygur halkıge Çonkur salam yolluydu Kayser Cunfa halkıge Taşkorgan bek igizcay Zumiye gerge bigizcay Taşkorgan bek igizcay Zumiye gerge bigizcay Oğu daşta vetenle Bekmo kulay ezizcay Oğu daşta vetenle Bekmo kulay ezizcay Ey kaştirim kaştirim Günler ketkin kara omet Ey kaştirim kaştirim Günler ketkin kara omet Seni davam kütmekte Çeksiz behret saadet Seni davam kütmekte Çeksiz behret saadet Bizden şincan yaşayacağım yerinde suğa bay Meşhur tabu ben yasıyım zemzeme tası Yerinin aslı sapkımay Yetip pişti tuttumay May andırı yasaldı zemine temizlik Aysimaken hayırdan bu patlıgan tarihta Bundaki ne işlerini Kulluk sakta tuktilay Bundaki ne işlerini Kulluk sakta tuktilay Fakirlik bir cebirun min kadın kaşka diyarı Barbur onda kasacık min bulan mekmut mazarı Amman nisakının dek uğurlanın makamı Buzlaşan gar uyadanın uğurlanın makamı Kendisi bir ülkemiz neşavi et teskilerde Hayırca kan bazarı Bu kutennin kaşteşi etlisi şayesi Yerine digende Hayırca kan bazarı Bu kutennin kaşteşi digende Saçalımdan sayılık mı Aslı kanlık mı Bispekler kızıl su Çeksiz kımmet bayılık mı Bispekler kızıl su, sessiz kımmet bayılık ne? Kolu desem akdine, yemeydiğen kişi yok. Danlık aksu durucu, vay köbeki ateşi yok. Danlık aksu durucu, vay köbeki ateşi yok. Hensaran o çekutma, kulüdeki neşkutma. Hensaran o çekutma, kulüdeki neşkutma. Çarda içtik semredu, yaylı girdeki otta. Hayırdan zökreni, kabrigayı duyutta. Hayırı bu zökreni, tanrı bu huzranı. Bolğum kilur şeydası, vay kaşı kara kızdanı. Bolğum kilur şeydası, vay ak yüzlü kızdanı. Hantanveyde oturup, baksam çıktı yakamda. Hantanveyde oturup, baksam çıktı yakamda. İçedik ki üzüm zahut, yetmeydikken kurtanda. İçedik üzüm zahut, yetmeydikken kurbanla. Aşkını seydek göçürer, ardı çoğda bağırda. Kumul kovayını sassam, vay bir coşan taşandanda.
Come on, go and miss us some. Wow, I'll be just and say shine down down. Tabiatni tizginlash Allah burun hal bo'ldi. Tabiatni tizginlash Allah burun hal bo'ldi. Yetib nefret daryosi tarif maydasal bo'ldi. Yetib nefret daryosi tarif maydasal bo'ldi. Gaz o'chaqla bar bo'ldi. Hey, işte hal bo'ldi. Jarim bulag'may tag'da to'y ustiga to'y bo'ldi. Jarim bulag'may tag'da to'y ustiga to'y bo'ldi. Bir tala arshini tanga davada kashfa. Faqat turadi avtobus. Hatta yo'qmish ko'rul japa. Xuddi to'zdek yasalgan güzel elinin bağları, yerimimden aşka bak, koşulken bir tağları, yerimimden aşka bak, koşulken bir tağları. Almıla yu almıla canım, tüneydek almıla, almıla yu almıla canım, tüneydek almıla. Almılanın sarıkını bu eli koda bektuna, almıyken belki hadi tamam bu eskala. Ölümçe, ölçümüzden közlesin, keleklerim bir eline, bu bakçımızdan özlesin. Kutaj edik, benim, ateğimin ruhuna, kutaj edik, benim ateğimin ruhuna. Elimdeki hürmet çevir, hukuklu berden oğluğa. Mani emdeki değilim, sen sinin bir takdan oluğa. Bizden Şincan yaxşı canına kanı hakkım şinçe bak. Kanı hakkım ölmeyden öyle Allah toplayımay. İlgelik bir makanı öyle altın hıyarım. Seni eçeş birleştir bana istiyadır hıyalım. Seni eçeş birleştir istiyadır hıyalım. Armanım arzoyum nişanım hıyalım. Seni eçeş birleştir istiyadır hıyalım. Hıyalım. Seni eçeş birleştir istiyadır hıyalım. Barikallah, bu yigitimiz geldi. Bağlıqçı ustazlarımız bu yigitimizga qanday bağlandı birdi. Yigitimiz bağlıqçı ustazlari bo'lsin. Özünüzü bir tanıştırıp demiştik ha? Ben Azizani Qashqar Qo'g'on yurti Qayzvat Mayisdan Ahmadjon Abduqodir bo'laman. Belki nasip ketsa bilsanki programmamizga bir o'sin qo'shdik. Ustozimiz Abdukerim Tursun akani eslab qoldik. Shogirdimi? Ha. Allah qirsin tat o'xshaydi ekanmisan buni. Ustozini bilib qoldik, ha? Bo'pti, seniki bugun kelib kelgan nomerang shaxsan menga yordi, men senga bir bilet tashlaydi, muborak bo'lsin. Bu ravok qo'shoqchi asli bizni qadimdan tortib bağlagan bir turti. Hozir keyinchi manda aytganda bizim shu ravok qo'shoq aytadiganlar nihoyat oz qoldi. Uning oldida masalan burun Qashqarda bu ravokchilarimiz chiqib o'tgan. Masalan Tashvoy, Rozakbashi, Obilgaz, shunga o'xshash kinondan yo'lbosqin ekanmi? Mana shunda ravok qo'shoq, andin duttali bilan shunda qo'shoqni qo'shib o'tgan. Olapmi bizda shu ravok qo'shoq bilan hozir shu voizlik, maddalik deymiz-ku, bu san'at yo'qolib ketdi. Asli buni biz tegishlik san'at turlaridan biri bu. Mana shunda bizning ko'milib ketib qolgan, yo'qolib ketib qolgan shu naslni qizib aqasinlar varisligiga ko'pdan ko'p rahmat. Endi men garchi seninki ravokchiliging favqulodda yuqorilmasimi? Birisi sen ravokchilik bo'lsa, ikkinchisi naqs aytibotsa, bundan sir senda bir ig'iz maharati bor ekan. Sening bayotini shu o'qiganligi tekstning naqslarining hammasida bo'libmi keyni kelgan sir tiz bo'lgandimi ravon, uning ustiga tushunishlik, gapning uquni bo'ladi. Qo'shiqning o'zin bir mahorat. Shunda nurg'un qo'shiq niyatladingda hozir. 15 shahri ketdi. Bana numaran yardım ko'rmasam bir bilet tashladim. Yaxshi. Men siz bir bilet tashladim. An'anaviy shundoq esil san'atlarimizni uyg'unib varislik qilib, sahnaga akabsiz, ham aytib, ham ehtiyot bilan shuning ma'nosini bizga shunday yaxshi ifodalab berdingiz. Şunaqa men bu numarni intayin yaxshi ko'rdim. Men burundan yaxshi ko'ratdim. Men sizga bir bilet tashladim.
Gepini bağda kılıp ha? İki kız gep olasam. Degene, üçüncü kızla yol yok. Kimi kız ha? Ben bu şu... Tüküde. Ben bu şu meni qo'llab quvvatlab mushaga yo'l qilgan ota onamga akalarimga Fayzvat Naidiki san'at maktabi rahbarlarimga chin qalbimdan rahmat aytaman. Em ketay. Tamam. Mübarek olsun. Hoş oldun mu? Hoş oldum. Dehşet hoş oldum. Barakallah. Şimdi Gravap Boşaklı öyle en iyi boğan bu edebiyat sanatımızı sahnimizde cevlan kılınınca barakallah. Ustazlar yaxşı bahalarını verdi. Ben bu ustazların ki bu fikrini yaxşı yakınlar. Ne kısımda koyup geldi. Yani yaxşı neticeler bile şimdi kimlerimizin tilektaşız. Rahmet eka rahmet. Bizden bugünkü talan sahnimizge qanday esil numarını keldim. Bugünkü talan sahnesiga men eng tez suratda 2 metrlik qog'ozga Uyg'ur xattatlik san'atimizning bir parcha asarini eng tez suratda tugatib, bir parcha asarni naq maydonda ko'rmanlarga hadiya qildim. Vay rahmat barakallah. Mana bizniki o'g'lonimiz bizga Uyg'ur xattachiligini aytib ketdi. Sizga omad tilayman.
bo'lsa-mu, lekin mush Uyg'ur tili yezigimizga bo'lgan hurmat intayin cho'nqur. Shunga bu til yezigini saqlab qolish va o'zini qiziqishi orqali hozirgacha erishib kelyapti. Assalamu alaikum Nahmaydanoy kanalidagi aziz qarindoshlar. Mening ismim Ro'zito'q Xo'ja. Tug'ilgan yurtim Qo'ta viloyatining Lobnayisidan. Hozir Jumhur Nefti Maytaq Nefti Mesanayat shirkatida neft ayirish kasbiy mashg'ulot xodimi bo'lib ishlayapman. Rahmat. Rahmat. Bizdeki muşa talan sahnimizde bana muşundaq numaralar kam. Onun üstüge bizim bu Uyghur xattatlığı azdır bağağınızdır az deyip getivatkan müştevirde sizinki bu sahneki çıkanlığınızın özümü bir çoğun eş hem yaxşı optu hem bir müzika tüget boğu için siz bu xatını yezip tüttürdünüz. Şunak o? Bu talantınızga ben kayın, ben sizge bir bilet açıldım. Xatimizni tomoshabinlar bir o'qib bergan. Xatimni bir tomoshabinlar o'qib bersam, bu bizning Uyg'ur xattatligining divoniy xat nusxasida yozilgan. Barcha millat bo'lsa inoq, topqisi davlat bo'lgan degan xat bo'ldi. Endi Mayli tumanlarda bu xatlarni shu talant sahna programmasi qatnashgandan keyin maxsus bu program uchun o'zim necha vaqtni sarf qilib naqshlarni sizib deganda qilib bu tür protsesslarni shu aziz ko'rganlarimizning huzurida ishtirok. Men o'zim o'qiganda neft ayirish kasbida o'qigan. Boshlang'ich maktab vaqtidan boshlab shu bizning davom ustozimiz Niyoz Karim Sharqi, Qaynon Jaffar akamiz, undan keyin Qurbonjon Shayloyi, Kerim Hoca qator ustozlarimizni shularni ustoz tutib, shular bilan nari bo'lsa izzat berib, shularni ta'lim berib, hozirgacha to'xtamay shu ish ustida izlanib kelayotgan hozir 14 yil bo'ldi. Başka şekli, onundaki güzellik, onundaki bir estetik zevk, onundaki aşının ramkanın içine del ornuğa düşürüş, bu şu bir neçe minutun içinde intihar bir tesiş. Şuna sizge rahmet etme, bu kesini bağaçı devamlaştırın, bu asla şagird Allah'ına terbiyeleyin. Hazırım terbiye ettim. Şunun için sizge bir bilet açıldım. Bugün bizden talant sahnimizge yeni bir Hüsn'den birini qo'shdan o'qib sana aldırlar rahmet etimiz. Rahmat. Mening jugrab qishingga berib binoni qarab turishimda bir sabab bor. O'zim o xattatlikqa qiziqadi. Ha, shunday men havaskor. Mening dadammi o'zi peshqadam ma'rifchi xattat adamchi. Ben pek yaxshi ko'raman bu kasbni. Shunlashqa bugun bizning talant sahnimizga bizning ko'z qarchig'imizni asragandek asrashga tegishli bo'lib qolgan o'zimizning xattatlik hünərlərimizni bugün bizning ko'z oldimizda naq maydonda namoyon qilib berdim. Sendan bek suyunduq, sana bir bilet taşıldım. Sana omad yor bo'lsin. Ma ikinci xatınızı xatni o'qib bersam, bu Uyg'ur xalq maqol tamsillardan Sapol uchun sapol bo'chak, guhar uchun qum talqon bo'ldi degan. Endi oxir bo'lsa, bu xat vatan a'lo, xalq a'lo degan xatni, bu xatning asl nusxasi hozir Beijingda ko'rgazmxonada saqlashga qo'yilganlik uchun amal yo'q, asli asarni etkilanmadim, shunga ko'paytirilgan nusxasi. Bizning an'anaviy medeniyetimizni
Bugünkü bizning talant sahnimizga etkilegenliginizden intayin xursand bo'ldik. Tomoshabinlarmi ko'plari bizning yoshlarkan, bizning yoshlarimizni shundoq bizningki an'anaviy shundoq madaniyatimizga varislik qilsanglarni umid qilamiz. Menmu bu xatotlikni shunda yaxshi ko'rma. Nindaq deganda yozgan xatingiz bilan to'xtamay misol harakat qilib o'ynab turgandek ko'rindi. Sizningki qobiliyatingizga afirin. Haqiqatan chiroyli chiqdi. Sizga rahmat aytaman hamda menmu sizga bir bilet tashladim. Şu ustazlar arasında bir sözüm var demen. Şu ustazlar için tüm ustazın ismini bir özel şu sırasat nüshasida yazıp ekleyen eğer ustazlar doğru kes ustazlar bu takdim kılınan bolsa. Biz endi mana bu bilet tashlab qo'ygan ekan bu oqchi kirmaydi, azaq bo'ladi. Azaq halol ma'lum. Mana shuning uchun Allah tashlab qo'ygandan keyin undan keyin halol. Mübarek olsun. Davletimizge barakallah. Şunday chiroyli şunu xatni yozib bizga hadiya qildingiz. Sizga ko'p rahmat. O'zingiz xush bo'ldingizmi? Qo'shildim, o'ylab topmagan bir natija bo'ldi. Ustozlarning qurboni va zimnoyati. Bo'lsam bo'ldim, necha vaqtdan beri sotgan javollarim hozir ko'zim ko'rinmayli qoldi. Barakallah. Siz bu natijalarni herkes mag'rurlanib ketmay, texmi tirishib Uyg'ur xattoti uchun cho'ng tut bilan qo'shishmoqqa chinlarimni tilakdoshman. Bugün bizim talant sahnimizga qanday ishlarni bilan keldingiz? Men o'zimning tilimda tajik tilida bir naqsha va so'z birlashgan numurni birlashtirdim. Ay barakallah. Bizim talant sahnimiz her milletga, bütün Dünyadaki qarindoshlarni qizg'in qarshi oladi. Unda bo'lsa sizga utuq omad yer bo'lsin. Sizga g'alaba tilayman.
dağılan bilmeyubi İnişamağına kuyutular kuyu kalanmış İnişamağına kuyutular kuyu kalanmış Sabahıma sabah dil bulur kuyu kalanmış Sabahıma sabah dil bulur kuyu kalanmış Sabahıma sabah dil bulur kuyu kalanmış Kenondaqda bizningki to'rt baholik ustozlarimiz yalqinga qandaq baholarni berdi ekan, birlikda anglab boqaylik. Yuqori sifatli huzur kiyim-kechaklar yigitlik qomatingizni boyiq yetkazib. To'yliq yurishlik kiyim-kechaklar bilan texnik salomat topdi. Muvaffaqiyat sizdan aylansin. Libosingiz to'yliq bo'lsin. To'yliq kiyim-kechaklari. Teşlikmi, nima lazım? Bakira daqliq pasliq qog'ozi keldimi hada? Demakchi bo'g'inimiz 7 qavatlik, 100 qismi sifatli daqida ishlangan. O'g'il ba, sizmi bo'lsangiz? Bakira daqliq pasliq qog'ozi mana keldi. Yana tegiri 100 qismi sifatli daqidan ishlangan. Bexatar bo'lg'ach, sizga hadiya. Sifatli qog'ozda sizningmi haqqingiz bor? Bakira daqliq pasliq qog'ozi. Bugungi kunda Jirat Mag'rib formuzorliqlardan keltirilgan formula zamonaviy zavodlarda xususiyatini yo'qotmay, nehmat formu quvvat ichimligi bo'lib ishlandi. Shubhidan va sun'iylikdan xoliligi bilan dasturxonning to'ridan o'rin oldi. Nehmat formu quvvat ichimligi. Malayziyadan import qilingan akan erla hasal quvvat ichimligi, hasal, to'rliq o'simliklar va moni mevasi qatorli qon ashyo qilib ishlangan. Haqiqiy erla quvvat ichimligi akanni ichib, mardona erlardan bo'lib. Akan erla hasal quvvat ichimligi. Jeli Lukano Shvetsariya o'ltiraq mahallasi Urumchi shahri Tag'artog' rayoni suv usti bazasining yon darvozasi atrofida joylashgan bo'lib, yer osti uy va birinchi qavat oldi keyiniga shaxsiy gullik sarflangan ko'p qavatli Shvetsariya usulidagi o'ltiraq rayon. Jeli Lukano o'ltiraq mahallasi markaziy shahardagi 210 ming kvadrat metr ko'lamdagi beton qurilmali qurilish bo'lib, Jeli Lukano Shvetsariya o'ltiraq mahallasi taqozoyingizning qondirg'isi. Jeli Lukano maxsus liniyasi 0991 257 88 88 0991 852 68 88. Öz diyorimizda ishlangan al-xumar choylari mening va sizning damlab ichishingizga to'liq mos keladi. Pokizlikqa alohida ahamiyat berib ishlangan al-xumar qor choylari alohida pokiz. Al-xumardan ichsangiz bir piyola, tiningiz yayrab bo'lasiz ozoda. Dinar bulsun bizge yar bizge bana yar bulsun elge yar yar yürüyüşlük sular suları. Diyorimiz ichimlik sohasidagi o'z oldiga Abida soda suyi, meva sharbati ishlab bozor solgan korxona Abida yemak-ichmak taraqqiyot shirkati Shinjang talant sahnasi programmasini alohida talab qildi. Bu programmani samimiy xalqaro savdo cheklik shirkati Biyatda erkaklar quvvat ichimligi alohida talab qildi. Birinchi darajalik mukofotga erishguvchini Xotan qadimiy chinoz yuzlik fan texnik shirkati 200 ming yuan qimmatidagi mashina bilan ta'minlaydi. Salomi. Uyg'ur tilida so'zlay. Amalan tushunish uchun rahmat qo'shinglar. Assalomu alaykum. Hurmatli ustozlar, barliq tomoshabinlar, televizor oldidagi barliq ko'rarman do'stlar, yaxshilar. Tamir o'g'li, Tajik o'g'li, yolqindan Kamarjondan hammalarga yolqinli salom, rahmatlarga. Yerlik shivistiki naqshini naati yorqin o'rlab qadingiz taati chiroyli bo'ldi. Ustulingiz naati pokiz. Shunga men tunji bo'lib sizga bir bilet tashlayman. Naqshini chiroyli o'rlab qo'yganingiz rost. Lekin bizning abiyam yana deganimdek talant sahnasiga loyiq bizni bir hayron qoldirgudek birga tasi chiqmay qoldi. Shu kechirsiz, men sizga bilet tashlamay qoldim. Sizning xizmat o'rningiz yoki o'qiyotgansiz? Men Shinjang pedagogik universitetining muzika instituti usul fakultetida o'qiyman. Bu yil bitirish oldida. Bu tarixchi usulni men yaxshi ko'raman. Har bir qadamlaringiz
beden tutuşunuz baştan ayak şunda çıraylık maslaştı. Ben şahsen pek yaxşı gördüm. Bazen yerlerde azırak avazınızdan yukarı kelgende azırak yukarıga çıkamay kaldı. Müstəhdlərdə diqqət qılsanız, təxminə tirişiniz üçün mən sizə bir belət təşladım. Bir bütün bir tacik yigitini gördük bugün. Ahang cihati bo'lsin, mayli usulgan ki hareketlerimizde bo'lsin. Rasip Hamir o'g'ilni biz kesib qo'ydingiz. Naqshining o'zini uni ahang qurilmasin, murakkabrek froqlari va naqshga. Aşını herhalde hal qilib ketdingiz. Yana bir qatim kelgan vaqtingda hozir abkirim sana aytgandek hareketlerini yoki bo'lmasa ozodroq kiyim kiysang bo'ldi. Bosh kiyiming bilan moslashtiribchi. Usul inson azodi tug'idek kiyimlarni o'tiklaring bilan chiroyli kiyib chiqsangmi bo'ldi. Muborak bo'lsin, men bir bilet tashladim sana. Mübarek olsun, mübarek olsun, mübarek olsun. Şunda yaxşı okulattığı, şunda oyundunuz. Yaşanlı üstümüz bekleyiz oyunlar. Mübarek olsun. Ustazlarınki belki atak fikirlerini yaxşı yakınlar tutmakçılar kırgınlık ötkelde. Yaxşı netice erişimiz ötümlerini dilekleşme. Keyiftim çokum, yaxşı ayarlık avlan. Keyifti yana bir ötüştüm çokum, yaxşı ayarlık avlan kelek. Altın Göher Deniz Canlıları yürüyüşlerin buyumları Mahirlar'a Ahmet Tüleydi. Assalamualaikum. Welcome to our semua. Hadiah. Ayağın kaldın ya. Aku suka nasi. Salah sahimiz ini mi numara kaldın ya? Su. Ne çeşit kırdın ha? 5 ke. 5 yaş kırdınız mı? Erken zidirleşmemiz mi? Oğlum da özümüzde erken azadı koyutup sahneye çıkıp külüp durup usullarımızı şunda yaxşı oynuyorsun. Oğlum da sizge kutluk Ahmet yer bolsun, sizge utak tilayman.
Mahirimiz usul uydirgan. Demak, bu mahirimiz nihoyat jonliqkan. Bağlıqçı ustazlarımız bu ımaq qızımızga qandaq bağlandı bir deb qıtımız bağlıqçı ustazlar bo'lsin. Assalomu alaykum, qadrli ustozlar, qarindoshlar. Buncha kunlar martadan kelgan hadiya Asaljon do'stlarga o'tqazsizlar. Meni qizishim so'yma, yaxshi kitob o'qish, yaxshi ko'rma meni salomni yaxshi do'stlarni unutma. Rahmat kızım. Bu usulni nəhayət chiroyli o'rganibsiz. Unisiga o'zingizmi bek olmaq, bek tatlı ekansiz. Hareketlaringizmi xeyli qiyinlik darajasi bor. Hareketni qilib berdingiz. Lekin bu usul sizga sal cho'ng kelib qoldi. Ya usul cho'ng kelib qoldi, ya kiyimingiz sizga kichik kelib qoldi. Ben asli sizga mush o'maqligingizga, mush chiroyli usul o'ynab berganingizga bilet taşsam bek to'g'ri oldu. Afsus, kechirsiz men sizga bilet taşıyamadım. Mayli qandoq natijalarga erishdan qat'iy nazar, eng muhimi shu sahnada o'zini mahoratini namoyon qilishni-ku. Chiroyli o'yindingiz. Bu usulni kim o'rgatib qo'ydi sizga? O'zim DVDga qo'yib, o'zim naqshlarni tanlab o'rgangan. Qancha yoshdan tortib o'rgangansiz? 2 yoshdan. 2 yoshdan tortib o'rgandingiz. Shu usulga bek amroq ekansiz-a? 5 yosh kirib turib shunday chiroyli o'yindingiz, usullarni endi avval qilib mullaqlaringiz, shunda yumshoqga ballaringiz, va kiyimlaringizni bek chiroyli yarashibdi. Bek chiroyli o'yindingiz. Sizga kichikgina turib mustaq chiroyli talantingizga men sizga bir bilet tashladim. Muborak bo'lsin. Bizning usul peshvoyimiz Dilnar Abdullah xonim o'zining qimmatli bir biletini hadiya sanglamizga tashladi. Albatta, mulliq etib dugulashlarniki qiyinlik darajasimi hali yuqori. Sizga bir ustoz o'rgatgan o'xshaydi. Onu o'zingiz o'rganib olmaysiz, DVD nimlar qarab bir ustoz o'rgatibdi. Abay Abdukerim efendim degandek, sizning mushu talantingizdan yana boshqacha usullarni o'rgatib qo'ysa, cho'qim tamoman o'ynay olasiz. Shunlashqa men sizningki mushu usulga bo'lgan talantingizga bir bilet tashladim. Kızım 5 yaş kiripsiz çoğun kızlar oynaydığı usulünü oynapsız. Şunda kudayım he? Çoğun kızlar oynaydığı usulü kudayım he? Ben boyam dedim ama vallahi usul emez. Vallahi usul oynaydığı bulsanız yakşı bulat ki kızım. Burada kızım vallahi usul ekilemse, burada kızım çokum vallahi usul ekilem ha? Şunlaştı bugün kızını besip dur be. Burada vallahi usul ekilgende sizge yeşil çırak yakında makul mu? Gözlerimizden mi bizge şundan yakşı bahalarını verdim. Ay yakşı ondak olsa yine hamda ustazlarını ata-onanın gidini yakşı anlayıp sürüşüp yakşı okup ustazlarının gidini yakşı anlayıp kelgişide kim yaramlık adam bunun bulundu.